Sirli olim, sirli xazina. Ha, biz hali yaxshi tanimay turib, Rahmonning huzuriga shoshilgan sirli ustoz. Yorqinjon qori rahimahulloh. Bu kishini tarixini yaqindan o'rganar ekanmiz. Qani endi bu kishi haqida gapirmasak edi dedik. Chunki bizning ro'yxatda faqat tarixiy shaxslar turadi. Biz o'tganlar hayotini gapiramiz, ibrat olamiz. Tiriklarini esa imkon qadar qadriga yetishga harakat qilamiz. Afsus. Endi esa Yorqinjon domla rahimahullohni ham tarix qatori yodga olishga majburmiz. Keling, biz qanday xazinadan mahrum bo'lganimizni tushunish uchun bir boshidan boshlaylik. Yorqinjon domla Fozilov 1978-yil 6-noyabr kuni Qo'qon shahrida xizmatchi oilasida tavallud topgan. Otasi Obidxon Solih kitobga muhabbatli kishi. Onalari ham ibodatli, solih ayollardan. Ular farzandlarini bolalik chog'idayoq ilmga baxshida qilishgan edi. Oilada moddiy qiyinchilik bo'lgan paytlarda ham o'g'lini biror ishni boshini tutib pul topishga majbur qilmaganlar. Balki ilm tahsil uchun imkon qadar sharoit qilib berishgan. Yorqinjon qori rahimahulloh bolalikdan juda sinchkov, tirishqoq, intiluvchan bo'lgan. Bolalik chog'larida tarbiyasi bilan ko'proq bobosi shug'ullangan. 9 yoshida bobosi Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahriga olib boradi. U yerda yoshgina Yorqinjon domla birov haj safardan olib kelgan Qur'on mushafini ko'rib, shuni menga olib berasiz deb turib oladi. Bobosi shunda katta miqdordagi pulga mushafni sotib olib beradi. Bobosi mana shu ishi bilan islom tarixidagi katta ahli ilmni yuzaga chiqish uchun tamal toshini qo'yadi. Yorqinjon domla nechta kitob, nechta harf o'qigan bo'lsa, ulardan bobosiga albatta ulush bor. Xullas mushaf bilan uyga qaytgach, ushbu kitobni o'qishni o'rganaman deb qasd qiladi. Boshlang'ich ilmlarni olish uchun bir nechta ustozlar qo'lida ta'lim olar ekan, Yorqinjon domla uyga qaytayotganida ustozlari doim uyingizda olgan darsingizni takrorlab, biror kishiga aytib bering deb tayinlashar ekan. U kishi arab tili va shar'iy bilimlardan xabardor yaqinlari bo'lmagani va boshqalarning vaqtini olmasligi uchun ba'zan masjid hovlisida uzun supurgini yerga tiklab, ustiga belbog' tashlab, go'yo oldida eshituvchi turgandek darslarini takrorlardi. Yorqinjon domla rahimahulloh 2001-yili Qur'oni Karimni hifziga kirishib, kuniga 6-7 betgacha yod olgan va 6 oyda yakuniga yetkazib, Qur'oni hofiziga aylangan. Yorqinjon domla rahimahulloh 2003-yili Hindistonga ta'lim olish uchun boradi. Safar oldidan bir kuni tushida Hind o'lkasida uzoq yillar ta'lim olib, butun O'rta Osiyoga ilm tarqatgan ulug' zot, qo'qonlik domla Hindistoniy rahimahullohni ko'radi. Tushida u kishi: "Yorqinjon, siz Hindistonga, men ta'lim olgan joyga borib, ilm o'rganing" deya tavsiya beradi. Yorqinjon domla bu yaxshilikka ishora deb Hind o'lkasiga borishni maqsad qiladi. Hadislarning birida Rasululloh alayhissalom: "Mendan keyin vahiy bo'lmaydi, faqat rost tushlar qoladi. U mu'minlarga yaxshiliklardan bashorat bo'ladi" deydi. Payg'ambar alayhissalomning mazkur so'zlari namunasi Yorqinjon domla hayotida juda ko'p isbotini topgan. Buni yaqinlari juda yaxshi bilishadi. Ko'p bora tush ko'rsa, o'ngidan kelardi. Yorqinjon domla Hind o'lkasiga jo'nashdan avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ziyorat qilib, maslahat so'raydi. Shunda Hazrat Hindistonga borishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu kishiga Hindistonda ustozi, Hind ulamolar jamiyati raisi va Devband madrasasi rahbarlaridan biri, zabardast olim Mavlono Arshad Madani hafizahulloh ko'p moddiy ma'naviy yordam bergan va o'zi alohida e'tibor qilib, ustozlarga yo'llab turgan. Yorqinjon domla Hindistonda bir muddat o'qib, Devband madrasasida imtihon topshiradi. Burxoniddin Marg'inoniyning fiqh ilmiga oid Hidoya asarini nuqtasiz nusxasidan imtihon topshirib, berilgan savollarga to'liq javob beradi. Shu bilan madrasaning 8 yillik o'quv dasturining birdaniga 6-bosqichidan tahsilni boshlaydi. Hidoya asarini o'qigan talablar bizni yaxshi tushunib turibdi. U yerdagi ustozlar Yorqinjon domladagi iqtidor va muhabbatni ko'rib, Devband madrasasida yuqori bosqich talabalari darslariga kirishga va xohlagan ustozlardan dars olishga ruxsat berishgan. Xususan Devbandda Hazrat Mavlono Said Ahmad Balonpuri rahimahullohdan Imom Termiziyning Sunan kitobini o'qib o'tkazib, ijoza olgan. Hindistonga 8 yil mobaynida qatnab, har safar 4 yoki 6 oydan ta'lim oladi. Qisqa muddatga borsa ham ixlos va jiddiy jahd bilan yillik darsliklarini o'zlashtirib qaytaradi. Keyinchalik hamsaboqlari va ba'zi shogirdlarini ham o'zi bilan olib borib, ularni chuqur ilm o'zlashtirishlariga sababchi bo'ladi. 2015-yil Hindistonda Devband madrasasida bo'lib o'tgan ilmiy konferensiyada Mavlono Said Ahmad Balonpuri rahimahulloh so'ziga chiqib, quyidagi oyatni o'qiydi. Sen aytgin, Allohga hamd bo'lsin va u tanlab olgan bandalar
oyatni tafsir qilib, so'ng mana Yorqinni Alloh taolo tanlab olmasa shu yerga o'qish uchun kelardimi? Shunday ekan, uni ko'rganda salom bermaysizmi? Yorqinni ko'rganda salom bermaysizmi deya Yorqinjon domlaning ilmi va himmatlarini e'tirof etgan. Puli kimligini bir qarab qo'ying. Domla Hindistoniy rahimahullohdan keyin bu diyorga Hind ulamolari ilmini olib kelib, ularni yaqindan tanishtirgan Hazrat Yorqinjon domla bo'ladi. Osiyo musulmonlari uchun buddizm, turli